Assalomu alaykum Tazlive kanali obunachilari. Ko'pchilik savol beryotdi, Photoshop yana nimadirlar va yana lichkada savollar bo'lyotdi, qanday stavka qilib Dagonmi bank boshqarish. Bu videoda hamma savollarga javob olishinglar mumkin bo'ladi. E'tibor qilib oxirigacha qanday o'ynayotganimni ko'rishinglar yetarli bo'ladi deb o'ylayman. Tak, Kibersport, Virtual Mortal Kombat va biza Mortal Kombat X o'yinini topish uchun osonroq bo'lishi uchun devorga qarasanglar Mortal Kombat X yozib oldim. Keyin bizda faqat Mortal Kombat X qoladi va Mortal Kombat X o'yinini ko'rsatadi. Ko'rsanglar bo'ladi, asosiy mendagi prognozda ko'proq Fatality, Brutality bizda Vanya gohida yaxshi o'yinlar yo'qligi uchun premiya va больше menshiga bo'ladi. Bola biza olgan prognoz g'alaba qozonishi uchun P1 personaji 90% darajada yutish kerak bo'ladi. Esinglarda chiqmasa azarga berilib ketmay, har doim Dagon bilan stavka qilishinglar kerak bo'ladi. Вот, aytganimdek, srazu Fatality bu prognozimizda Dagon bo'lmadi. Shu o'yinning o'zida Brutality olamiz. Nimaga Brutality olganimizni ham tushuntirib beraman. Bu o'yinda mendagi tajriba 10 yillik Takedani kiyimini ko'rsanglar bo'ladi. Keyingi raundlarda shu kiyimda chiqib Brutality berish kerak. Uje bizda mana Dagon boshlandi. Har doim berilib ketmay, spokойно Dagon qilinglar. Bankinglarga qarab, misol uchun menda 10 million so'm bank bor. Dagon 100 ming so'mdan boshladim. 100 ming so'm, 200 ming so'm, 400 ming so'm, 800 ming so'm, 1 million 600 ming so'm. Maksimum 5 raund Dagon qilamiz. Birinchi raundda aytganimdek Dagon uzoqga cho'zilmasa kerak. Katta ehtimol bilan shu raundda Brutality kutamiz.
Вот chotki men aytgandek bortdaleti. Bolalar shunaqa prognozlar qiziq bo'lsa, hammanglarni Telegram kanalida kutaman. Telegram kanal ссылкасы profil shapkasida yoki kommentariyada zakrepit qilib qo'yaman. Topamasanglar pastdagi tugmachani bosish orqali o'tsanglar bo'ladi. Har kun O'zbekiston vaqti bilan 22:00 da boshlaymiz. 5 tadan 10 tagacha eng ishonchli prognozlar kanaliga joylanadi. Rezultatlarni bolalar ko'rsanglar bo'ladi. Hammasi bepul. Har kun Telegram kanalimizga joylab boramiz.